Salom do'stlar, sizlar bilan men Rise Maximum do'stlar. Mana bu toychoda biz missiya bajardik. Bugungi videomiz nomi missiya bajarish. Missiya bajarganimizda hozir birinchisini bajardik. Unda 5 kilometr qilasiz dedi. Ikkinchisida 90 litr benzin qo'yasiz dedi. Men hozir unda benzinim ko'p edi. 40 litr quydim. Keyin endi hozir men aylandim City 2 ga yetmasdan, ya'ni City 2 ya'ni ikkinchi shahar. O'shanga yetmasdan mana ko'rsanglar bo'ladi. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Benzinim kam qoldi. Endi hozir borib sizlar bilan birgalikda nima qo'yamiz. Benzin qo'yamiz. Hozir biz yashil bo'lishini kutib turamiz. Qachon yashil bo'ladi? Ana. Ha. Yo'q, qaranglar shuni. Bo'ldi, bular qizilda. Yo'q, ana. Endi bu yerda qizilda turamiz. Qo'ydik. Qachon yashil bo'larkan? Zil ketdim hozir. Sehrim borda. Bo'l qizilga qaraymiz o'rtada. Ketdik, men sabrim chidamadi o'zi. Ketdik. Ye qodirali. Ketdik. Voy, benzinxona bu yerda emas, adashib ketdik. Boshqa joyga ham. Bratim, yo'lingizni yuring. Endi hozir biz zapravkaga keldik. Olamiz. Bu yoqqa qaylib sekin. Bo'ldi. Endi biz hozir zerkalga qaraymiz. Video o'chiraman. Do'stlar, o'rtoqlar, hozir biz missiyani bajardik, ikkinchisini. Mana shu toycha hozir pulni ketkazdi. Bir 3-4 litrli ichdi-da hozir. Mana 15 coin и 30 pul berdi, 30 ming. Endi bunisiga tushunmadim men. Shuning uchun men bunisiga tushunmayman. Hammaga xayr, sizlar bilan Rise Max bo'ldi. Hammaga xayr.